Kelayım aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hormash. Salomat bo'ling. Ha, qo'lni gaz quyib yubor. Bugundan gaz olishga xabaringiz bor-a, 5200 so'm. Ha, bo'pti, menga kechagi gazdan quyib berar. Hazil qilmayman aka, qancha quyaylik? Ha, bo'pti. Bitta quyib yubor. Bitta? Hey! Sen pissillatdingmi hozir? Ha, sug'urganda pissillaydi-yu. Farosat 600 so'mlik gaz chiqib ketdi hozir. Foyda zararga aqling yetami? Ho'kiz. Mencha pastsiz endi pissillaydi. O'zi indamasa? Yo'qmi? Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom qizim, keldingmi? Keldim. Dada, o'sha Shohrux akam bilan gaplashdim. Bugun sovchilar kelyapti-kan. Shohrux akaga telefon qilib aytib qo'y. To'yni keyingi yilga qoldiramiz ekan, dadam aytdi degan. Voy, nimaga dada u? Dadam ana shu to'yga atab yig'ayotgan pullariga gaz qo'yar ekan bu yilcha. Keyingi yil qilamiz ekan degan. Yo'q, bir yilcha nima qilib, bir narsa qilib qisib turinglar. Shohrux akangga ham ayt. Ja, bo'lmay ketayotgan bo'lsa, shu ko'chada o'ziga o'xshagan bo'lmay ketayotganlar bilan bir narsa qilib tursin. O, zakaz tushdi. Ha, joningdan. Ol endi. Ol. Alo. Va taksi so'rovdinglarmi? Ha, so'ravdik. Qayerdasizlar? Asaga City'dan. Aniq ketasanlarmi? Ha, ketamiz, deya aniq. Qara oman, borgandan keyin atkaz bo'lib qoldi. Oshnam olib ketib qoldi, bormaydigan bo'ldim, boshqa mashina keldi degan narsalar ketsa o'ldirib qo'yaman aytib qo'yaman. Gazni narxi oshgan o'zi. Tog'a unaqa bo'lmaydi, aniq boramiz. Keling. Ha, bo'ldi. To'xta. Ha? Ishonmayapman-da, mana shu nomerimda Telegram bor. Telegramga to'maloq video tashlab yubor. Aniq boramiz, kelavering, mana aytamiz deb. Bo'l. Hop. O, keldi ana. Qani? Tog'a mana Asaka City'da turibman. Behijolat kelavering mana, hech qayerga ketganim yo'q, kutib turibman. Ha, mana shu qilib bu blozlar lazini olmasam, gaz qimmatlaganda isrofda, shu ham bo'lmasam. Keldim. Chiq. Tog'a uzr, bora olmaydigan bo'lib qoldim, uzr. Iblos, men sen hozir aytdim senga. Ha, nimaga bormaysan? Ha? Sen nima yosh bola ko'ryapsan, ha? Borasan, maki o'ldirib qo'y. Tirik qolgancha urishamiz bir kishi, tushunasanmi? O'zingdan yordamni. Gaz sarflab kelyapman. Benzinda bo'lsam ham maylidir. O'kiz borasan. Tushundingmi? Bo'ldi, boriladigansa boramiz, o'zingizga bosing, tog'a. Aytdim senga men. Xo'p, boramiz dedi. Erkak. Lavz bo'ladi erkak. Ha, boryapman, ketdim men. Och eshikni. Och eshikni. Rahmat. Chiq bu. Tog'a, nimaga o'yin tomondan yurmadingiz? Yaqin edi. Sen ibloslarni foyda zararga po'xtaqli yetamidi? Indamasa, men pastlik. Gaz tejayman, mana mashinani neytralga qo'yib qo'yib, mana. O'chirib qo'yib tushib ketaman. Bo'ldi mana, bo'ldi, tushib ketyapmiz neytralga. Gaz ketmaydi. Tog'a, mana shu uyda oldiga to'xtab qo'yasiz. Mana shu 50 mingdan olib qoling. Olib qoling. 50 mingni qo'shib berasan. Ho'kiz o'zi gaz qimmatlagan bo'lsa. Boshqa pulim yo'q meni, shu. Yo'q-e? Hozir peshanamni bitta ko'rib olayda, men ayniga qarab. Ha, bo'ldi. O'zi bugun peshanamga sen bilan solishish yozilgan ekanda. Maki!